Alloh sizga hasanatlar bersin. Savol beruvchi aytayaptiki, Yosin surasini qabrdagi o'lgan kishiga o'qishning hukmi nima? Bu suraning o'ziga xos fazilati bormi? Javob: Yosin surasini jon berayotgan kishiga o'qish haqida kelgan hadis zaifdir. Ammo o'lgan kishiga Yosin surasi ham va boshqa Qur'on suralari ham o'qilmaydi. Qur'on mayyitga dafndan oldin ham, dafndan keyin ham o'qilmaydi. Bu ishga hech qanday dalil yo'q. Dalilsiz qilingan har qanday amal bid'atdir. Mayyitga foyda yetkazmoqchi bo'lgan kishi unga duo qiladi, mag'firat va rahmat so'raydi, uning nomidan sadaqa qiladi, qarzlarini to'laydi va shunga o'xshash amallarni bajaradi. Ana shu ishlar mayyitga foyda keltiradi. Ammo Qur'on esa faqat tiriklarga o'qiladi. Ular undan foyda ko'radilar, unga amal qiladilar va uni hayotlarida qo'llay oladilar. Qur'on o'liklarga o'qilmaydi, chunki ular unga amal qilishga qodir emas va Qur'on o'qilishidan foyda ola olmaydi.